Har bir o'tkazmangizdan ushlab qolinadigan komissiya sizga deyarli bilinmaydi. Lekin ular mana shunday pullaringizni mayda-mayda bo'lib yo'qolib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Tezday ilovasi orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga yoki O'zbekistondan Rossiyaga hech qanday komissiyalarsiz pul o'tkazishingiz mumkin. Rossiyaning yirik oltin qazib olish korxonasi o'zbekistonliklarni ishga olmoqchi. Piter aholisi migrantlar hisobiga saqlanib turibdi. Rossiyadagi maktablarda muhojirlar farzandlari uchun bepul ta'limni bekor qilish. Diqqat, Rossiyaga kirish uchun QR kod chegarada raqamli nazorat joriy qilinadi. Erondan evakuatsiya qilingan o'zbekistonliklar soni ochiqlandi. O'zbekistonda jinsini o'zgartirgan fuqarolarga yangi huquq berildi. Assalomu alaykum, dasturlarimizni boshlaymiz. Peterdagilarga ma'lumot. 18-21 iyun kunlari iloji boricha Pulkovo aeroportiga taksida bormang. Shaharda o'tkaziladigan katta iqtisodiy sammit sabab tekshiruvlar qattiq bo'lishi mumkin. Shu kunlari aeroportga borishda jamoat transportidan foydalangan ma'quldir. Davom etamiz. Rossiyaning yirik oltin qazib olish korxonasi o'zbekistonliklarni ishga olmoqchi. Arbat konserni Magadan viloyatidagi 11 ta obyektda oltin qazib olish faoliyati bilan shug'ullanadi. Hozirda kompaniyada 900 nafardan ortiq O'zbekiston fuqarolari ishlashmoqda. Shuningdek, O'zbekistondan qo'shimcha ishchi kuchini jalb qilish imkoniyati bor. Ayni paytda konsernga malakali mashinistlar, haydovchilar, mexaniklar va boshqa mutaxassislar zarur. Bu toifadagi xodimlar uchun munosib ish haqqi belgilangan. Ular bepul turar joy va 3 mahal ovqat bilan ta'minlanadi, dedi Arbat konserni kuzatuv kengashi raisi Aleksandr Basanskiy O'zbekiston bosh konsulxonasi xodimlari bilan uchrashuvda. Peter aholisi migrantlar hisobiga saqlanib turibdi. Sankt-Peterburg aholisi tabiiy kamayishda davom etmoqda. Shahar aholisi soni faqat migratsiya hisobiga saqlanib qolinmoqda. O'tgan yili migratsiya o'sishi 70.5 ming kishini tashkil etgan. Bu ko'rsatkich 2023-yilga nisbatan 7.2 barobar ko'paygan. Petrostat ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil 1-yanvar holatiga Peterda 5.6 million kishi yashagan. Eng ko'p aholisi yashaydigan rayonlar: Primorskiy 714.9 kishi, Nevskiy 556.9 ming kishi, Vyborskiy rayon 551.9 ming kishi. Eng kam aholi yashaydigan rayonlar: Krashtanskiy 44.7 ming kishi, Kurortniy 84.3 ming kishi, Petrogradskiy 118.2 ming kishi. Rossiyadagi maktablarda muhojirlar farzandlari uchun bepul ta'limni bekor qilish, rus tili imtihonidan o'tishga urinishlar sonini cheklash kerak, dedi deputat. Bunday fikrni Davlat Dumasining Mehnat, ijtimoiy siyosat va faxriylar ishlari bo'yicha qo'mitasi rahbari Yaroslav Nilov bildirgan. Amerika Qo'shma Shtatlariga o'tamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari yana 36 davlat fuqarolariga mamlakatga kirishni taqiqlashi mumkin. Ro'yxatga Afrikaning 25 davlati, jumladan Misr va Jibuti kabi Amerika Qo'shma Shtatlari hamkorlari, shuningdek Karib dengizi, Tinch okeani mintaqasidagi davlatlar kiritilgan. Markaziy Osiyo mintaqasidan Qirg'iziston ushbu ro'yxatdan joy olgan. Diqqat, Rossiyaga kirish uchun QR kod chegarada raqamli nazorat joriy qilinadi. Eslatib o'tamiz, 2025 30-iyundan boshlab Rossiyaga vizasiz kiruvchi xorijiy fuqarolar uchun yangi qoidalar joriy etiladi. Endi sayohat qilishdan oldin siz Gosuslugi World portalida oldindan ro'yxatdan o'tishingiz va maxsus QR kod olishingiz kerak. Bu O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston va Qirg'iziston fuqarolariga tegishli. Nima qilish kerak? Kirishdan kamida 72 soat oldin Gosuslugi World portalida ro'yxatdan o'ting. Shaxsiy ma'lumotlaringiz, sayohat maqsadingiz, yo'nalishingiz va Rossiyada borayotgan manzilingizni ko'rsating. Surat va shaxs tasdiqlovchi hujjatlarning skanerlangan nusxalarini yuklang. Chegarada taqdim etishingiz kerak bo'lgan QR kodini oling. Favqulodda vaziyatlarda, masalan, qarindoshingiz kasalligi yoki o'limi ro'yxatga olish kirishidan 4 soat oldin bajarilishi mumkin. Ariza 90 kun davomida amal qiladi. Agar sayohat amalga oshmasa, protsedura takrorlanishi kerak. Qo'shimcha talablar: chegarada biometrik nazorat, suratga olish va barmoq izlarini olish amalga oshiriladi. Belarus fuqarolari, diplomatlar va 6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun istisnolar mavjud. 6 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar faqat ota-onasi yoki qonuniy vakillari hamkorligida
kirishlari mumkin. Ushbu chora-tadbirlar migratsiya ustidan nazoratni kuchaytirish, hujjat almashinishi soddalashtirish va noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashishga qaratilgan. Migrantning raqamli profili davlat organlari bilan o'zaro munosabatlarning barcha bosqichlarida qo'llaniladi. Shuni ta'kidlash kerakki, muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tish va QR kodini olish mamlakatga kirishni kafolatlamaydi. Chegarachilar Rossiyaga tashrif buyurishni taqiqlash kabi asoslar mavjud bo'lsa, kirishni rad etish huquqini saqlab qoladi. Qo'shimcha ma'lumot va ro'yxatdan o'tish uchun Gosuslugi Rult rasmiy portaliga tashrif buyuring. 16-iyun holatiga ko'ra 30 dan ortiq O'zbekiston fuqarosi Erondan Turkmaniston va Ozarbayjon orqali evakuatsiya qilindi. Mazkur jarayonda yaqindan ko'mak bergan Turkmaniston, Ozarbayjon va eronlik hamkasblarimizga chuqur minnatdorchilik bildiramiz, dedi Tashqi ishlar vaziri vakili. Davom etamiz. Politsiya xodimlarini kaltaklab qamalgan aka-uka qamoqdan chiqdi. Moskvada politsiya xodimlariga hujum qilganlikda ayblangan tojikistonlik aka-uka Umar va Saidakram qamoq jazosini o'tab vataniga qaytdi. Voqea 2022-yil 17-fevral kuni Tulskaya metro bekatida sodir bo'lgan. Migrant media nashriga bergan intervyusida aka-uka politsiya bilan mojaro qanday bo'lgani va panjara ortida nimalarni boshdan kechirganini aytib berdi. Nihoyat Instagramga kutilgan funksiya qo'shiladi. Instagram eng kutilgan funksiyalardan birini taqdim etdi. Endi profildagi postlarning o'rnini almashtirish mumkin bo'ladi. Qayd etilishicha, endilikda foydalanuvchilar postlarni kerakli tartibda qo'lda joylashtira oladi. Buning uchun ularning nashr qilingan vaqtiga va ketma-ketligiga amal qilish shart emas. Yangi funksional imkoniyat Instagram tomonidan mualliflarni qo'llab-quvvatlash uchun ishga tushirilayotgan Anyway nomli tashabbus doirasida kiradi. Uning maqsadi mukammal kontent atrofidagi bosimni yo'qotish va ijoddan zavqlanishni qaytaradi. Portlar tartibini o'zgartirish, sudrab olib o'tish orqali amalga oshiriladi. Buning uchun profilni tahrirlash tugmasini bosish kifoya. Shunday portlarni sozlash funksiyasi yoqiladi. Yangilanish yaqin haftalarda e'lon qilish kutilmoqda. Siyosiy yangiliklardan chetlamagan tarzda Turkiyaga o'tamiz. Turkiyada o'gay otasining jinsiy tajovuziga uchragan qiz O'zbekistonga qaytarildi. Turkiyada o'gay otasining jinsiy tajovuziga uchragan O'zbekiston fuqarosi mamlakatga qaytarildi. Bu haqda O'zbekistonning Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi xabar berdi. Ma'lum qilishicha, voyaga yetmagan qiz onasi bilan 2015-yilda ishlash maqsadida Turkiyaga borgan va Istanbul shahriga joylashgan. Uning onasi Turkiya fuqarosi bilan tanishib, shar'iy nikoh asosida turmush qurgan va uning uyida yashashni boshlagan. O'gay ota esa voyaga yetmagan O'zbekiston fuqarosiga nisbatan jinsiy tajovuz qilgan. Shu sababli 2017-yilda qiz Istanbuldagi bolalar uyiga joylashtirilgan. Joriy yilning fevral oyida esa uning opasi sudga qilgan murojaat asosida u bolalar uyidan ozod qilingan. Biroq qizning opasi keyinchalik Turkiya politsiyasiga kuch ishlatgani uchun qamoqqa tushgan va voyaga yetmagan fuqaro yana qarovsiz qolgan. Bosh konsulxona bir qator tashkilotlar bilan hamkorlikda mazkur fuqaroning O'zbekistonga qaytarilishi va uni qonuniy vakillarga topshirilishini tashkil etgan. Bosh konsulxona fursatdan foydalanib barcha yurtdoshlarimizni voyaga yetmagan farzandlarining taqdiriga befarq bo'lmaslikka, ularning xavfsizligi va huquqiy himoyasiga alohida e'tibor qaratishga chaqiradi, deyiladi xabarda. Erondan evakuatsiya qilingan o'zbekistonliklar soni ochiqlandi. 16-iyun holatiga ko'ra 30 dan ortiq O'zbekiston fuqarosi Eron hududidan Turkmaniston va Ozarbayjon orqali muvaffaqiyatli evakuatsiya qilingan. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ahror Burxonov ma'lum qildi. Mazkur jarayonda yaqindan ko'mak bergan Turkmaniston, Ozarbayjon va eronlik hamkasblarimizga chuqur minnatdorchilik bildiramiz, deydi u. Bildirilishicha, fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida barcha zarur choralar ko'rilmoqda. Eron va Isroildagi elchixonalar 24/7 rejimda faoliyat yuritmoqda. Ayni paytda ushbu davlatlarda bo'lib turgan fuqarolarga xavfsiz joylarda bo'lish, rasmiy axborotlarni doimiy ravishda kuzatib borish va elchixonalar bilan aloqada bo'lish tavsiya etiladi. Dubayga o'tamiz. Dubaydagi pichoqbozlikda 2 nafar o'zbekistonlik halok bo'ldi. Dubay prokuraturasi joriy yilning aprel oyida shahardagi benzin quyish shoxobchasida 2 guruh o'rtasida yuz bergan janjal yuzasidan tergov olib borilmoqda. Mojaro vaqtida 2 nafar O'zbekiston fuqarosi halok bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hodisa qurbonlar o'z avtomobillarining shinasi havo bosimini tekshirish uchun shoxobchaga kelgan paytda ilgari yuz bergan nizo ortidan boshlangan. Voqea sodir bo'lgan vaqtda yaqin atrofda bo'lgan politsiya xodimi darhol
rasmiylarga xabar bergan. Tergov davomida aniqlanishicha, ikki guruh alohida mashinalarda shoxobchaga kelgan. Korxonalardan biri qizil rangli Mercedes avtomobildan tushib, shinani tekshirayotgan paytda unga bir guruh erkak hujum qilgan. Ikkinchi jabrlanuvchi esa qochishga uringan, biroq boshqa bir guruh tomonidan ushlanib, unga ham zo'ravonlik qilingan. Voqea joyiga yetib kelgan Dubay politsiyasi hududni tekshirgan va mojaro ishtirokchilari tomonidan qoldirilgan buyumlarni dalil sifatida olgan. Voqea joyidagi kuzatuv kameralaridan olingan yozuvlar va guvohlarning ko'rsatmalari yordamida huquq-tartibot organlari hodisa tafsilotlarini aniqlashga muvaffaq bo'lgan. Olib borilgan tezkor tergov natijasida hodisaga aloqador 11 kishi, shu jumladan bosh gumondorlar boshqa bir amirlikdagi mehmonxonada hibsga olingan. So'roq vaqtida ular hodisada ishtirok etganini tan olib, unga oldingi ziddiyatlar sabab bo'lganini aytgan. Rasmiylar voqea shaxsiy nizo asosida kelib chiqqanini, ishtirokchilar bir-birlarini ilgari taniganini va shaxsiy kelishmovchiliklar mavjud bo'lganini tasdiqlagan. Ish qo'shimcha yuridik chora-tadbirlar ko'rish uchun prokuraturaga topshirilgan. Dubay politsiyasi bunday zo'ravonlik holatlari shaharda kamdan kam uchrashini, Dubay esa dunyodagi eng xavfsiz shaharlardan biri bo'lib qolayotganini ma'lum qilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Birlashgan Arab Amirligi tomoni mazkur holat bo'yicha tergov harakatlari olib borilayotganini, 15 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olinganini ma'lum qilgandi. Shuningdek, so'nggi vaqtlarda O'zbekiston fuqarolar tomonidan sodir etilayotgan qonunbuzarlik holatlari ko'payayotgani ikki davlat o'rtasidagi vizasiz tartibga ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ta'kidlagan. Dasturlarimizni davom etamiz, O'zbekistonga o'tamiz. O'zbekistonda jinsini o'zgartirgan fuqarolarga yangi huquq berildi. O'zbekistonda endilikda jinsini o'zgartirish holati ism, familiya va otasining ismini o'zgartirish uchun asos bo'ladi. Bu Vazirlar Mahkamasi 12-iyun kuni qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, shuningdek, ba'zilarini o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblash to'g'risidagi qarorni belgilangan. Qarorga ko'ra, endilikda jinsini o'zgartirgan fuqaro ism, familiya va otasining ismini o'zgartirish haqida ham ariza bera oladi. Buning uchun Sog'liqni saqlash muassasasi tomonidan jinsni o'zgartirish to'g'risida berilgan tibbiy xulosa taqdim etilishi kerak. Qoidalarning yangi tahririga ko'ra, familiya, imya, otchество quyidagi hollarda o'zgartirilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Davlat tili to'g'risidagi qonunning 15-moddasiga muvofiq sud qaroriga asosan, agar ism yoki familiya noxush yoki yoqimsiz eshitilsa, agar ism yoki familiya milliylikka mos kelmasa, istak bo'yicha turmush qurishdan oldingi familiyaga qaytish, ya'ni turmush davrida yoki ajrashgach, oila a'zolari umumiy familiya olishni istasa, agar nikoh tuzilganda bunday familiya olinmagan bo'lsa, farzandlarning otasi, onasi, onaning turmushdan oldingi familiyasi yoki o'gay ota vasiy familiyasini olishini istash holatida 16 yoshga to'lgan shaxs uchun otalikni belgilashda va jins o'zgartirilganda. Xitoyda pirotexnika fabrikasida portlash yuz berdi. Bu haqda Global Times xabar bermoqda. Oqibatda 9 kishi tan jarohati olgan, 2 kishi bedarak yo'qolgan. Voqea joyida o't o'chiruvchilar, politsiya va tibbiyot xodimlari ishlashmoqda. Qo'shni Qirg'izistonga o'tamiz. Qirg'izistonda yana bir islomchilar qo'lga olindi. Islomiy hujayra a'zolari zo'ravonlikka chaqiruvchi materiallarni tarqatishda, shuningdek boshqa din tarafdorlariga nisbatan murosasizlikni targ'ib qilishda gumon qilinmoqda. Ularning harakatlari Bishkekda terroristik yer osti shakllanishiga qaratilgan bo'lishi mumkinligiga ishonish uchun asos bor, deydi Milliy xavfsizlik qo'mitasi. 10 dan ortiq kishi maxsus xizmatga olib ketilgan, chet elliklar va qirg'izlar hibsga olingan. Qolganlari profilaktik suhbatdan so'ng ozod qilingan. Tintuvlar natijasida ko'plab diniy adabiyotlar, ekstremistik ramzlar, jangovar granata, miltiq, patronlar, airsoft qurollar, signal va pnevmatik to'pponchalar, pul, pichoq va boshqalar musodara qilingan. Ekspertiza musodara qilingan materiallarda qurolli jihod va terroristik faoliyatga chaqiriqlar borligini tasdiqlagan. Jamoat transportidan foydalanuvchi fuqarolar diqqatiga. Jamoat transportida buyumlaringizni diqqatli bo'ling. Moskvada yo'lovchining telefonini o'g'irlagan kissavur qo'lga olindi. Uni aniqlashda kameralar yordam bergan. Ana endilikda u politsiya bo'limida ayni paytda tergov ishlari davom etmoqda. Jinoyat ishi ochilgan. Yangiliklar bilan sizni Dilshod Umarov tanishtirdi. Salomat bo'ling. Kanalimizga obuna bo'ling, like va podpiska tugmasini bosishni unutmang. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring.